Ha, Bobur, yaxshimisan? Qalaysan o'rtoq, yaxshimisan? Ya nima tushirib yuribsan? Mashinang yuksak bo'lmaydimi? Vaqt yo'q o'rtoq, ish bilan bo'lib. O'zing tinchmisan? Ha, rahmat. Bobur, nima? Mani mashinamni quvvati o'lib qopti. Agar gazing bo'lsa bir joyga o'tib kelaylik, mashinamni ham zaryadga qo'yib kelamiz. Yur ketdik. Ketdik. Bekor qilding-da o'rtoq. O'zim yudirardim. Bobur, ahvoling yaxshimi o'zi, tinchmisan? Yaxshi. Aldamaga iltimos. Rostda? Bir kun dadam o'g'lim, ha dada, yonimga kel. Xo'p. Labbay dada. Tinchmisan? Tinchman, ha? Tinchmassan. Mashinang rasvo. Dada, mashinam rasvo bo'lsa tinch emasman degani emas-ku. O'g'lim, biz ham erkakmiz. Yigit kishi bo'lganmiz. Bir erkak kishining mashinasi rasvomi? Demak, uni ishlari joyida emas. Mana buni ol. Hamma muammolaringni hal qildi va boshqa mashinangning kirligini ko'rmay. Dada, Ol. rahmat. Mashinang rasvo demak tinch emassan, Bobur. Seni nima qiynayapti, Bobur? Mashinangning arendasimi yoki oilangga yetkaza olmayapsanmi? Menga ayt, Bobur, men sen do'stingman. Bir og'iz ayt, men senga yordam qilaman. Mening mashinam toza bo'lsa-yu, seniki rasvo bo'lsa, mashinam tozaligi menga to'timaydi. Hammasi joyida o'rtoq. Yetib turibdi. Demak, baribir aytmaysan. Mayli. Bobur, men ketdim ishga. Rahmat senga. Mashinang hech qachon rasvo bo'lmasin. O'zingniki ham. Ehtiyot bo'l. Aka, mashinangiz tayyor bo'ldi. Rahmat aka. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Mashinang rasvo bo'lmasa o'rtoq. Alloh barakang bersin.